Siz. Ben sizga hozir tayyor so'pakni ko'rsataman. Sekin yonib. Rahmat. Mana qarang, ilondan qo'rqasizmi? Yo'q. Otingiz nima? O'zim Muhammad. Ha? O'zim Muhammad. O'zim Muhammad, chiroyli ism qo'yibdi. Otangizga rahmat. Mana qarang. Endi o'g'il bola shu suri bo'ladi, to'g'rimi? Suri bo'ladi, to'g'rimi? Gapiring, tez gapiring. Ha, qattiq gapiring-chi. Tez javob beraman, tez javob berasiz, bo'ptimi? Otingiz nima? O'zim Muhammad. Sizchi? 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 O'zim Muhammad. Ayt o'qiysanmi? Ayt o'qiysanmi? Ha? Necha sinf? Necha sinf? Bir. Bahonichi? Bahonichi? Bir. Ikki. Ikki nechi? Ikki nechi? Dört. So'karatur. Sakkiz. Toppa to'g'ri. Rahmat. Siz kulmang, Ahmad. Mana qarang. Soatingiz nima edi? Yura. Baqa gapirishga bilan endi alishib oldim, ha? Kel ukajonim. Rahmat. Soatingiz nima edi? Katta bo'lyapsizmi? Katta bo'lyaptimi? Iya. Nima katta bo'lyapti? Bilmasam. Bilmasam, bo'yi katta bo'lyapti. Rahmat. Ilondan qo'rqmaysizlar, ha? Sen ham qo'rqmaysanmi? Bo'ldi. Sekin sumkadan ilonni olaman. Faqat qochib ketishi yo'q. Xursandligini qarang. Rahmat. Bu rostdan ham qo'rqmas ekan mana bola. Ha. Keyin sizni chaqirganimga xursand bo'lyapsizmi? Har kuni keling bo'lmasam bo'ptimi? Rahmat. Endi mana shu holatda narigisini ham olib kelib berganlaringda yaxshi bo'lardi. Yo dorivor sayyorib qolibdimi? Rahmat, tayyorib qoldimi? Rahmat. Menga qarang. Endi xudo xolasa sizlar uzoqqa ketib qolmaysizlar. Kelishdiki, hozir ilon bilan birgalikda o'ynaymiz. Hozir bitta amakingiz bor. Hozir havo sovuq bo'lyapti. U yigitni ham chiqaraylik, sovqatib qolmasin. U chig'irlardan o'zini pastga qaratib, hozir tomosha qo'yib beradi. Chaqiraman. Kelishdingmi? Siz ismingiz zo'rga Muhammadjon deb qo'yib qolaman. Bu yigitni kelishdingmi? Men jiyanim ismidan bo'ladi. Qani bizga o'tib olamiz. Yigitchilarga bir qarshi sho'b beringlar, sizlar. Ha. Parvozlik san'ati 2,5 ming tarixga egador ekan. E'tibor bering, 12 metr yuqorida bir qavat ustida milliy darvozlik san'atini namoyish etib beradi. Navro'z bayramlarida 2018-yil, 2019-yillari prezidentimiz sahnasida tomosha ko'rsatib bergan. Yurtboshimizning nazarlariga tushgan mana shu tomosha bilan ana shu yuqoridan o'zini pastga qaratib o'tadi. Yuragiga bir baho berasiz. Oyog'ingizni turnikka baylab, boshingiz bilan tashab ko'ring. Bola 12 metr yuqoridan o'zini pastga qaratib o'tib qoladigan tomosha qo'yib beradi. Bundan sizga xizmat qilib borsin. 12 metr yuqorida bir qavat ustida milliy dorivozlik san'ati bilan mana shu korxona badiiy rahbari Ahrorbek G'ulomov tomosha ko'rsatib beradi. Mana shu dorivozlik ham chiqishiga bir yurakdan qarshi cho'gandi. 5 ta qo'li tilla ozinglarga to'lsin. Bitta chiroyli qarshi olamiz sizlar. Harakatda. Yo, rahmat. Bu qarshi emas, bu shalab shulib bo'lyapti. O yigitlar 400 kilometr vodiydan 400 kilometr yo'l bosib kelgan. Shu qarsiga uchunmi? Yo'q, unaqangi bo'lmaydi. Ikkita qo'lda bir-biriga ursiz qoni yuradi. Qarsida kim choladi? Qarsida mardlar choladi. Qarsida saxiylar choladi. Qarsida o'g'lim Nabiram polvon bo'lsin degan Allohga muhabbati bor odamlar. Bitta yagona qilib dalillar qarsi cholamiz. Harakatda. Ahrorbek G'ulomov dorilar. Dorvozlik san'ati bilan birgalikda. Qarsi cho'veramiz. Mana shu yigit tepasida o'ynaydi. Ha. Lekin donlarni biz qo'yganimizdan keyin ancha yomg'ir yog'di, anchagina bo'shab qolgan mana bu arxonlar bugun birinchi kuni anchadan beri adashmasam bir 3 oydan o'tib ketdi. Doriga chiqqani yo'q edi. Bugun Alloh saqlasin deb bugun sekin sirahobkani olib dor tepasida sizlar uchun bir tomosha qo'yib beradi. Ozgina kamchiligi bo'lsa aybga sanamaysiz. Xudo xolasi kamchiligini bildirmasdan tomosha qo'yib beradi yigit. Dorvoz yigit yuqoriga chiqdi deyapti. Xudo saqlasin deb ko'pchilik bo'lib bir duo qilaylik, ilohim amin. Alloh yor pirlari madadkor bo'lsin. Yaratgan Allohni o'zi asrab sog' salomat sizni bizni xursand qilib o'ynab tushdi. Alloh taolo mana shu yigitga ham nasib qilsin ilohim. Alloh. Bitta chiroyli qarsi sho'b bering, dorvoz yuqoriga ko'tarilsin. Harakatda. Bor bo'lib. Badaraga almashtirib. Shoshilmasa. Masiylar ixtiyor bo'lib turasizlar, qo'ldagi langar sho'qi bilan birga edi. Keldi yurtingizga. Dorvoz keldi yurtingizga, keldi Ziyo keldi. Davralarning to'ldirib shodlik va shodonlik keldi.
Shakarlarga tabassumu. Qizil yuzlaringizga nur keldi. Ushbu uchun Azmi Qo'qon shahridan Ahrorbek demish ajib darvoz keldi. Alloh asrasa balo yo'q. Asramasa qayerga borsang ham baribir davo yo'q. Alloh taoloni o'zi asrasin. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilamiz. Azizlar, darvozimiz tor tepasida. Bitta chiroyli qarsak olib beramizmi shu joyiga? Ha! Rahmat. Muhabbatdan Muhammad bo'ldi paydo. Muhabbatsiz kishidan qoch quvaydo deydi. E'tibor bering azizlar, darvoz yigit yuqoridan o'ynasin, yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilamiz, yomon ko'z ot qornini yorar deydi. Oliy dunyo sendan tilagim shudur. Sen meni nomardga muhtoj aylama. Xazinangdan bergin mardning rizqini, mardingni hech qachon nomardga muhtoj aylama. Sahiylar yer yuzida pishdi panodir. Ularga rizq berguvchi yaratgan Allohdir deydi. E'tibor bering azizlar, mardlar uchun bir tomosha qo'ysin. Avvaliga darvoziga asfal yo'lda yurganda tekkiz yuradi. Qo'ldagi langar cho'pi bilan birgalikda. Dor qonun qoidasi bilan ahli jamoat bilan bir tanishib oladi. Hali o'yin oldinda langarlarini pastga tashlab bezlangar tomosha qo'yadi. Orqalariga salt otgan holatda bir tomosha qo'ysin. 12 metr yuqorida. Darvoziga tayyormisizmi? Yana bitta tortinglar. Birini tortasizlar ekan. Faqat xayolni qochirmaymiz. Muzikani cho'ning. Qani git, ha? To'xtadim. Yerda yurgandek dor bilan tanishadi darvoz. Qani? Nasib chaqa to'g'rilari bilan birga ehtiyot bo'ling. Tepada. Sho'r bo'lib. Barachara doriga ta'sir o'yinlari. Shoshilmasda. Ehtiyot bo'lib. Ta'sir berishga o'yinlari. Rahmat. Bitta chiroyli qarsak ham bormadi azizlar darvozga. E'tibor bering azizlar, darvoziga dor bilan tanishib olgan bo'lsa, badaq so'ylarini og'irlashtirib boraman. Har bir darvozaligini ikkinchi o'yin bu hayya chaparas so'ylari deb ataladi. Ya'ni oyog'ini trosga urgan holatida, arqoldiga yugurib, sakrab troslar tepgan holatda hayya chaparas so'ylarni o'ynasin. Qarsi to'xtab qolyapti azizlar, bir chiroyli qarsi bilan harakatda. Sho'r. Ayollarga javob bering. Hop, sho'r bo'lib. Shoshilmasda. Mana keldi. Sho'r bo'lib. Rahmat. Bitta chiroyli qarsi bormadi shu joyiga azizlar. Hana. O'zingni katta olma daryo soyimiz bitdi.